ish qurolingiz oz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur. Shkafimiz dva в одном, kupe, kiyim-kechak iladigan, bu tomonda kiyim-kechak taxlashga, past tomoni joyimiz kam bo'lgani sababli o'quv qurollari, yog'iga kitob, daftar taxlasa bo'ladi. Partamiz mexanizmli, radiatorga mishat qilmaslik uchun 5 sm joy qoldirganmiz. Bu joyga notebook qo'ysak bo'ladi. Xonamizni kichkinaligini sababi mana shu yo'limiz qolish uchun parta qilmoqchi edik. Parta qilsak 20 sm joy qolyapti. Shu sababli shkafimizni dva в одном qilganmiz. Bu kravatimiz rangi pikant, temliroq. Shkafimiz svetli ud. Обоylarimiz kombinirованный bo'lganini hisobga olib, sariy, yashil ranglarni hisobga olib, mebellarimizni ham kombinirованный qilganmiz. Mebelni ichiga yopmaganmiz. Обоylarimizni artib tozalab turish uchun. To'liq videomizni Telegram, Instagram, YouTube kanallarida ko'rsanglar bo'ladi. Butun umr yashab, butun umr o'rganamiz. Bir kichkinani, bir kattani gapiga quloq solamiz. Joningizda sog' bo'lsin.